Assalomu alaykum aziz do'stlar, xudo xolasa mana ziyoratimizga keldik. Hozir akamiz billa hamsafarlar, o'zlari shofir. Har doim mana kelib ziyoratlar qildirib ketamiz. Hozir aka, bu qayerga keldik hozir biz? Biz Buxoroda 7 pirlarni ziyoratiga keldik. Bu kishi 7 pirlarni birinchi pirlari Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlar bo'ladilar. Bu qabrlari. Mana shu. Ha, mana shu qabrlari bo'ladi. Buxoroga aylangani kelinganda birinchi mana shu 7 pirdan boshlanadi. Birinchilari shu kishi bo'ladi. Birinchi shu kishini ziyorat qilinadi, keyin shogirdlari bo'lib 7 ta pir bor. Dunyo bo'yicha shu 7 pir o'tgan xolos, boshqa pir o'tmagan. Mana shu qabrlari bo'ladi. Mana bu ustun tepasida anorni belgisi bor, yonida otni yo'li ilingan. Bu tarixda o't ketayotganlar shuni ko'rib, shu yerda aziz inson yotibdi degan ma'noda belgi qo'yilgan ekan bu. Ha, mana shu ustunga. Ha, mana shu. Uzoqdan ko'rgan odamlar mana shu aziz inson bor ekan, pir bor ekan deb uzoqdan ko'rganlar otda ketganlar piyada tushib, otdan tushib piyadan o'tishgan ekan. Bu birinchi pir bo'ladilar.